Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan tub sonlar va murakkab sonlar o'rganamiz. Xo'p, boshlaylik. Demak, birinchi natural sonlar tushunchasini bilib olishimiz kerak. Natural sonlar qanaqa sonlar? Narsa buyumlarni sanashda ishlatiladigan sonlar natural sonlar. Xo'p, natural sonlar birdan boshlanadi toki cheksizlikka qarab. Xo'p, natural sonlar ikkiga bo'linadi. Tub sonlar va murakkab sonlar. Tub sonlar qanaqa sonlar? Faqat o'ziga va birga bo'linadigan sonlar tub sonlar deyiladi. Xo'p, ketdik. Tub sonlar mana qaranglar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 va hokazo cheksizlikka qarab. Endi qaranglar, qayerda 2 tub son? 2 faqat qaranglar, o'ziga bo'linadi, 2 i birga bo'linadi. Boshqa songa bo'linmaydi. Demak, faqat o'ziga va birga bo'lingan uchun bu tub son. Keyingisi 3 ham qaranglar, o'ziga bo'linadi va birga bo'linadi. Shuning uchun bu ham tub son. 4, mana 4 ni ko'rsak, 4 o'ziga i birga bo'linadi va o'zi va birdan boshqa 2 ga bo'lingani uchun bu tub son emas. 5 qaranglar, o'ziga va birga bo'linadi, shuning uchun tub son. 6 tub son emas, chunki o'ziga birga bo'lingandan tashqari 2 ga, 3 ga bo'linadi, shuning uchun tub son emas. Demak, xo'p, tub sonlar qatorida bitta juft son bor, u ham 2. Esimizdan chiqib qolmasin. Murakkab sonlar qanaqa sonlar? Murakkab sonlar ikkitadan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan sonlar. Xo'p, qaranglar. Qanaqa sonlar? Mana 4. 4 ta nechta bo'luvchisi bor desa, 4 o'ziga 2 ga va 1 ga. Qaranglar, mana ikkitadan ko'p, 3 ta bo'luvchisi bormi? Demak, u murakkab sonlar. 4, 6, 8, 9 va hokazo cheksizlikka qarab. Demak, bir soni tub ham, murakkab ham emas. Ya'ni tub son ham emas, murakkab son ham emas bir son. Xo'p, endi kommentariyaga mana bu ikkita savolimizni javobini yozib ketinglar. Kutib qolamiz.